Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlangan navbatdagi temir so'kchak, shu temir tokimizni olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa xonadoniga temir tok, temir naveslar, shumkali naveslar qildirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, bu temir tokimizni Andijon viloyati Asaka tumaniga olib o'rnashtirib berdik. Razmeri temir tokimizning uzunasiga 28 metr, eniga 7,5 metr razmerda bo'ldi. Asosiy stoykalari temir tokimizni 8 ga 8 lik ikkilik stenali profilda bo'lgan. Taglariga har 1 metr joyiga tumbalarini qo'yib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Tepa qismlari kashak gullari, xori qismlari lazerli variantda qilib, asosiy yuk ko'taradigan qismi firmalarini har biri 20 sm danga tashlab, 4 ga 4 profilga, 4 ga 2 lik profilda 1,7 lik stenalisidan foydalanib chiroyli qilib ishlab berganmiz va har 50 sm ga ko'rishlaring mumkin. Ana shu gullini to'g'rilab 3 ga 2 lik profilda 1,3 lik stenalisidan foydalanib chiroyli qilib bitkazib berdik. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni do'stlar guruhlariga podilisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Bu temir tokimiz 100% 1,7 lik stenali profil temir mahsulotlaridan foydalanganmiz. Faqat tepasi 3 ga 2 profillari 1,3 lik stenali variantda bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, bu uzun tokimiz 1 kvadrat metri, общий summasi, dostavka ustanovkasi ichida, materiallari ichida 240 ming so'mdan 50 million so'm bo'ldi. Albatta kvadratiga qarab, fasoniga, dizayniga qarab kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Hozirgi kunda 160 ming so'mdan 300 ming so'mgacha temir so'kchaklar o'rnatib beryapmiz. Aynan mana shu ko'rib turganlaring xohlagan payt zarurat bo'lganda ustini leksan yoki shumkali qilib, naves qilib yoporsa bemalol har qancha yukni ko'taradigan variantda bo'lyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.